Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Mana yosh bolachalarga kiyimlar. Bugun 25-avgust, seshanba 2026-yil. Bunisi necha pul? 7000. Bunisi 7000 so'm. Bunisi Bir xil narxi bir xil ekan, 7000. Materiali nima buni? ekip. Ekip ekan. Bunisi ham, ha? Ikkovini ham materiali ekip ekan. Razmeri qana bo'lyapti aka buni? 3 yosh, 5 yosh ekan. Rasvetkasi necha xil? 5 xil rasvetkasi bor ekan hozirgi vaqtda. Seri, och siyoh rang, to'q siyoh rang, havo rang, pushti. Shunaqa rangdagi nimalari bor ekan. Bular aka donaga sotasizmi? Faqat pachka, pachkada nechtadan? Pachkada 2 tadan, ha? Sizdan olmoqchi bo'lgan odam eng kami bir pachka olish kerakmi shunda yo bir bo'lak olish kerakmi? Pachka olaman. Bir pachka. Pachkada nechtadan? 2 ta. Ha, shu eng kami 2 ta sotilar ekan. Endi donaga ham bormi deydiganlar chiqib qoladi-da, shuning uchun aytib qo'yapmiz. Bu nech pul aka bunimiz? Bu 12000 Bu 12000. Bu standart rejim. nimami? Kechqurun kiyotadiganmi yo kiyorami? Shalvarda. Shalvar ekanda, endi so'rab qo'yapmiz mana. Ullari bor ekan. Zo'r. Materiali nima buni? Bu ham ekip. Bu ham mana ekipdan ekan. Nech pul dedingiz narxini? 12000. 12000 so'm. Pachkada nechtadan bu? 3 ta. Pachkada 3 tadan, razmeri Standart. standart ekan, razmer. Necha yoshga tushadi taxminan? 30 yoshli odamga tushadimi? Yo'q. Bo'yiga qarab. Ha. Kattalarga. Nomeringiz bormi, nomeringiz, telefon nomeri? Bu saytvaring. Ishtoncha necha pul? 5000. Mana 5000 dan ishtonchalar ham bor ekan. Material nima bu? Material nima buni? Bu ham ekip. Ekip ekan. Xo'p, videoga like bosaverasizlar. Xo'p, kelganlaringni mana Xudoyorxon tekstil degan do'konni shunda yonida. Shu yerda turasizmi har kuni? O'sha har bozor deganim. Xo'p, shu joyda turar ekan. Bag'dan kelganlaringda bozordamda, kelganlaringda mana shu joyda ekan mana. Mana yonlariga mana 209-joy deb qo'yibdi. Bu 210 mi shunda? 200. Ha, 208-joy ekan. Mana sizlarga yosh bolalarning mahsulotlarini anchadan beri ko'rsatganimiz yo'q edi. Shuning uchun videoga like bosinglar. Gumullagan vaqt chiqib ketsin.